Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun parallel arxitekturasi va dasturlash fan bo'yicha ikkinchi mavzuyimizni olib boramiz. Ya'ni bugungi mavzuyimiz parallelizm turlari, ma'lumotlar, vazifalar, instruksiyalar va pipeline haqida qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Hop, birinchi slaydimizda ko'rinib turibdiki, parallelizm ta'rif berilyapti. Ya'ni parallelizm bu nima? Ya'ni bir nechta vazifalarni bitta jarayonda amalga oshirish. Oldingi tizimdan oladigan bo'lsak, hamma jarayon ketma-ketlik asosida, ya'ni bitta vazifa bajarilgandan so'ng bitta vazifa bajarilishi kerak bo'lardi. Bu bizda ma'lum bir ortiqcha vaqtni va ortiqcha energiya sarfini talab qiladi. Parallelizm esa bizga albatta bir vaqtning o'zida millionlab operatsiyalarni ketma-ketlik asosida emas, imенно parallel arxitektura va parallel dasturlash asosida amalga oshirish imkoniyatini keltirib chiqardi. Parallelizmning asosiy turlarini aytib o'tishimiz mumkin. Misol uchun, bu yerda asosiy turi 4 turga bo'linadi. Ya'ni, bu yerda ma'lumotlar parallelizm, instruksiyalar vazifalar va pipeline. Ya'ni ma'lumotlar parallelizmida bir xil operatsiyani ko'p ma'lumotga bir vaqtda qo'llash usuli. Ya'ni bu degani bir xil operatsiya, ya'ni shunaqa ma'lumot turlari borki, unga bir xil ko'p protsessorlarni usullarni qo'llash mumkin. Misol uchun, vektor ma'lumotlar. Vektor ma'lumotlarga albatta o'sha rasm, grafika va videoga oid ma'lumotlar omboriga vektor protsessorlar, vektor usullarni qo'llash imkoniyati bor. Yoki vazifalarni parallelizm, ya'ni turli vazifalarni mustaqil ravishda parallel bajarish. Ya'ni o'tgan darsimizda aytib o'tilgandek, o'sha ma'lum bir qonuniyatlar bor. Qonuniyatlar asosida dasturlash tizimidagi ma'lum bir sohalarni, ma'lum bir qismlarni, ma'lum bir bloklarni parallelizm qilish mumkin. Ya'ni bu asosida biz bitta vaqtda asosida bitta vazifani 2-3 xil parallelizm asosida bajarishimiz. Instruksiyalar parallel. Bu ham именно dasturlash va texnik qurilmalarga oid bo'ladi. Ya'ni bu yoqda aytyaptiki, protsessor ichida bir nechta instruksiyalarni bir vaqtda bajarish. Ya'ni protsessorlar bilamizki, ma'lum bir yadrolarga bo'linadi. Yadrolarga bo'lingandan keyin har bitta protsessorning yadro qismi esa o'sha ma'lum bir vazifalarni bir vaqtni o'zida bajarishi mumkin. O'sha vektor yadrolar bo'ladi, bilamizki, logik yadrolari, logik yadrolari va boshqa yadrolarni misol keltirishimiz va oxirgisi pipeline. Ya'ni instruksiyalarni bosqichma-bosqich parallel qayta ishlash. Ya'ni biz aytganimizdek, o'sha instruksiyalarda o'sha yadrolar, ya'ni o'sha protsessorlar ichida bir nechta instruksiyalarni bajarish imkoniyati bo'lsa, endi bu pipeline esa instruksiyalarni bosqichma-bosqich parallelga qayta ishlash. Ya'ni instruksiyalar ishlash jarayonida agar ma'lumotlar ombori qo'yilgan vazifamiz juda katta bo'ladigan bo'lsa, albatta instruksiyalarni bosqichma-bosqich parallel qayta ishlash imkoniyati ham yaratiladi. Ma'lumotlar parallelizmi nima? Ya'ni bu GPU hisoblash mumkin, tasvirlarni qayta ishlash va matrisalar bilan ishlash. Ya'ni ma'lumotlar parallelizmi bu bir xil operatsiyalarni ko'p ma'lumotlarga bir vaqtda qo'llash. Ya'ni aytganimdek, vektorli operatsiyalarda vektorli operatsiyalar uchun vektor protsessorlar javob beradi. Ya'ni aytganimizdek, bu yoqda GPU hozirgi kunda juda ommabop, juda zamonaviy atamaga aylangan o'sha Nvidia CUDA texnologiyalarini deymiz yoki OpenCL texnologiyalarini aytib o'tishimiz mumkin. Bu o'sha bitta protsessor va mingdan ortiq yadrolar asosida ko'proq vazifani va enta kollektiv vazifalarni bajarish imkoniyatini olib keladi. Xo'p, ma'lumotlar parallelizm misol uchun oddiygina o'sha massiv elementlarni amalda qo'llashni ko'rish mumkin. Misol uchun, bu yerda aytilyaptiki, mingta raqamdan iborat massivni har bir elementni 2 ga ko'paytirish kerak. Oddiy usulda bu mingta amal ketma-ket bajariladi. Ya'ni o'sha mingta amal 1000 marta bajariladi. Endi ma'lumotlar parallelizmi esa massiv 10 ta bo'lakka bo'linadi. Bu degani haligi mingta amalimiz 10 ta amalga aylanadi. Bu degani 10 barobar biz vaqtni ekonom qilamiz. Amaliyotlar protsessini ekonom qilamiz. Ya'ni algoritmlar sonini optimallashtirishga olib keladi. Bu bizga albatta elektr energiya resursini va hisoblash resurslarini tejashga olib keladi. Vazifa parallelizmi nima? Vazifa parallelizmi bu turli vazifalarni bir vaqtda bajarish usuli. Bu yondashuvda har bir ishlovchi protsessor yoki yadrolar turli vazifalar mustaqil ravishda bajaradi. Ya'ni aytganimdek, bizda hozirgi kunda bilamizki, protsessorlarimiz ma'lum bir enta kollektiv yadrolardan tashkil topgan bo'ladigan bo'lsa, har bir yadroni o'zini yo'naltirilgan vazifasi bo'ladi.
Bu degani, siz berib turgan vazifangizni va ma'lumotingizni o'sha klasslarga ajratib turgan holda avtomatik tarzda o'sha yadrolarga jo'natiladi va yadrolar asosida albatta vazifa bajariladi. Bu yoqda imенно resurslardan foydalanishda o'sha CPU, xotira disklardan, tarmoq operatsiyalaridan, DCPlardan, ya'ni tashqi qurilmalardan ham foydalanish mumkin. Tashqi qurilmalarga tarmoq operatsiyalariga aytdim DCP deyiladigan bo'lsa, tashqi qurilmalarga o'sha GPU, OpenCL shunga o'xshagan frameworklar ham misol kelishi mumkin. Vazifalar parallel misoli, misol uchun veb server misoli orqali tushuntiradigan bo'lsak, mijoz so'rovida birinchisida ma'lumotlar bazasida ma'lumot oladi. So'rov 2da faylni diskdan o'qish va jo'natish. So'rov 3da esa hisoblash amallarini bajarish. So'rov 4da esa tashqi API bilan bog'lanish. MIMD Multiple Instruction, Multiple Date, ya'ni tizimlarni vazifa parallelizmi eng yaxshi misoli hisoblanadi. Instruksiyalar parallelizmi. Ya'ni ILP tushunchasi, ya'ni instruksiyalar parallel bu bir protsessor ichida bir nechta instruksiyalarni bir vaqtda bajarish imkoniyatini beradi. Bu yoqda именно protsessorlar turiga ham qaraladi. Mana bu yoqda misol berilyapti. Superscalar protsessorlar, ya'ni va Vliv protsessorlar. Superscalar har bir soatda siklda bir nechta instruksiyani parallel ravishda bajarish imkoniyatiga ega bo'lsa, Vliv esa very long instruction work, ya'ni juda uzun instruksiyali so'z protsessorlaridan iborat. Ya'ni bu degani bitta instruksiya ichida bir nechta operatsiyalar parallel bajarish imkoniyati yaratilgan. Instruksiyalar parallelizmi qanday ishlaydi? Ya'ni ILPning ishlash prinsipi tushuntiriladi. Birinchisi, instruksiya tahlil qilinadi, out of order bajariladi, ya'ni instruksiyani asl tartibda farqli ravishda yoki o'sha shart bilan bajarish mumkin, yoki keyingisi register renaming, ya'ni var va vav xotiralarni bartaraf etish, xatarlarni bartaraf etish uchun virtual registrlardan foydalaniladi va speculation, ya'ni shartli sakrashlarni oldindan taxmin qilib instruksiyalarni bajarish mumkin. Xo'p, instruksiyalar parallel muammolar. Birinchi o'rinda struktura xatarlari, ya'ni apparat resursiga yetishmasligi, bajarish bloklari soni cheklangan, ya'ni xotiraga murojaat portlari va registr fayllari. Nima degani? Ya'ni apparat resursiga yetishmasligi, ya'ni bu yerda protsessorlarimizni именно yadrolarga bo'linganligi, texnik yetishmovchiligi, keyingisi ma'lumotlar bog'liqligi, RAW, VAR, WAV bog'liqliklari, ya'ni true depends, anti depends va out depends ga bog'liqligi. Boshqaruv bog'liqliklari esa shartli sakrashlar va tarmoqlar, ya'ni branch prediction kerak bo'ladi, speculative va misprediction penaltilar bo'lishi mumkin. Pipeline nima? Aytganimizdek, bu instruksiyalarni bir nechta bosqichlarga bo'lib, har bir bosqichni alohida bajarish texnikasi. Ya'ni bu yerda o'sha bosqichma-bosqich bajarish instruksiyalar, ya'ni instruksiyalar bir nechta bosqichda o'tadi, keyin har bir bosqichda turli instruksiyalar parallel ishlaydi va throughput, ya'ni oshirish, ya'ni har soat siklida bitta instruksiya tugallanadi. Yuklash prinsipiga keladigan bo'lsak, fetch o'sha instruksiyani xotiradan olish, decode instruksiyani dekodlash, execute ya'ni instruksiyani bajarish va write back natijani yozish imkoniyati bor. Diagrammada ham ko'rishingiz mumkin, qanchalik nimada ishlab turganini ko'rsatib berilmoqda. Keyingisi, pipeline samaradorligi tezligi va o'sha 4 barobar tezlik oshishi, ya'ni 4 boshli pipeline uchun va 95% samaradorlik. Ya'ni bitta instruksiyani to'liq bajarish vaqti o'zgarmaydi, lekin ko'p bilan ya'ni sezilarli oshadi deyapti. Ya'ni 95% oddiy instruksiya amaliyotidan ko'ra yaxshiroq natija beriladi. Endi har doimgidek plyus bo'lgandek, har bitta qurilma va har bitta yo'nalishni albatta minus ham bor. Birinchi o'rinda ma'lumotlar bog'liq. Instruksiyalar orasida ma'lumotlar bog'liq pipeline'ni to'xtashiga olib keladi. Ya'ni RAW, VAR, WAV'larni. Keyingisi boshqaruv bog'liqligi. Branch instruction oqimini buzadi. Ya'ni condition branch bo'ladi, jump instruction va function calls bo'ladi. Keyin strukturalar bog'liq. Ya'ni o'sha apparat resurslarining yetishmasligi, memory conflict, functions va register portlar sabab bo'lishi mumkin. Va xatarlarni kamaytirishda bu yerda data forwarding, branch prediction va pipeline stilllardan foydalanish mumkin. Xo'p, bu yoqda mana oddiygina misol berilyapti. Parallelizm turlarining arxitektura tasviri, ya'ni SISD, CIMG, MISD va MIMG, ya'ni 4 ta arxitektura 4 xil yo'nalishda ishlashi mumkin. Har bitta arxitektura o'z отдельно ishlashi mumkin yoki har bitta ba'zi bir arxitektura bir-biriga qo'shib gibrid arxitekturalar ham bo'lishi mumkin. Xo'p, single instruction, ya'ni an'anaviy ketma-ket protsess, SISD, CIMD vektor protsessorlar va GPUlar uchun, MISD multiple, ya'ni kamdan kam ishlaydigan arxitektura va
ko'p protsessorli tizimlar uchun, ya'ni MIMD hozirgi kunda o'sha serverlar, super kompyuterlari ko'p ko'rinadigan, o'sha data sentrlarimizda ko'riladigan arxitekturlardan biri. Lekin asosan super kompyuter va data sentrlarda именно bitta arxitektura emas, balki kombinatsiya qilingan, ya'ni gibrid usulda yaratilgan arxitekturalar ish olib boradi. Ho'p, amaliyotda qo'llanishimiz. Birinchi superkompyuterlarda nimaga superkompyuterlarda? Ilmiy tadqiqotlar, ilmiy modellashtirish, molekulyar dinamika kabi murakkab muammolarni hisoblab, ko'p yadroli protsessorlarda, zamonaviy kompyuterlarda va smartfonlarda 4 va 16 yadroli va maksimal 128 yadrogacha bo'lgan protsessorlarimiz mavjud va shu yerda vazifalar albatta parallel. GPUlar, yana GPUlar aytib turgandek, o'sha minglab kichik yadrolarni asosida ma'lumot parallelizmni olib va parallelizm asosiy qo'llanish sohasi bu albatta katta ma'lumotlar, ya'ni big data texnologiyasi va AI sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlanishi bu parallelizmga yana bitta katta turtki bo'ldi deb aytsak ham bo'ladi. Ho'p, endi kelajagiga oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha yangi texnologiya quantum computing, ya'ni o'sha kvantoviy kompyuterlarni paydo bo'lishi deyapmiz. Parallelizmni asosiy xususiyati va samaradorligini oladigan bo'lsak, samaradorlik albatta oddiy standart etapma-etap bajariladigan protsessorlarga nisbatan tezroq amalga oshirishi va ko'proq imkoniyat. Bu nima beradi? Parallelizmning asosiy ahamiyati shundan iboratki, bizga energiya resursi va hisoblash resursining kamayishiga va albatta vaqtdan endi tenglikdagi vaqtni tejashga olib keladi. Ho'p, albatta savol va takliflaring bo'lsa, kutib qolamiz va xolos keyingi darsda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.